Bu Taxor viloyati Toliqon shahrining ko'chatlar oldi soti bozoridir. Ko'rinarlidirki, bahor faslining yovuq kelgani tufayli xalqimizning aloqalari ko'chat olish va tegishiga ko'paygandir. Bizni niyollarimiz Fazli Xudovon viloyati Taxorga ko'p yaxshidir, Seyxon. Ko'p yaxshidir, bari fe'lan xudkufa bo'lgandir. Niyol yaxshi niyollar, peshraftdan niyollarni nimaga bari fe'lan Tojikiston, O'zbekiston, Qozog'iston sholarga olib ketadi tijorlar sev. Ko'p yaxshidir Fazlixon xudkufadir. Viloyati Taxor ko'p yaxshi. Kishvoray xorijga inshaalloh itojaliga jo'qdir Fazli Xudovon. Tikan niyol buniki niyoldiku ko'shish qilsanki bir niyol bo'lsa-ki ham tijorati bo'lsa, ham yemak bo'lsa. Bunday niyol nomi niyol tegmasin. Musmir bo'lsin, musmirda ham musmiri bor. Mana shu holda boshqa bir qator taxorilar ham nihol va ko'chat yekishning sadaqayi joriya deb hamda zist muhitning saqlashi va mamlakatimiz sarsabzu ko'klami uchun ham uning muhim va yetarli bilib o'tdilar. Payomimiz mardum sharif Taxorga yo xorij az viloyat sati Afg'onistonga xohishimiz shuki, yaxshi niyol tiksin, ham o'ziga savob, foydasi o'ziga, savobi ham o'ziga. Ham mardum bundan ko'p yaxshi bahra topadi. Ayni holda Taxor viloyatining ikinchilik, chorvachilik va suvlantirish riyosatining boshliqlari ham ushbu viloyatda ko'chat ekish katta kampoyn tashkil topishining ham tilga olib, yangi yilning bahor faslida Taxorga 200 mingdan ortiq musmir va musmirsiz ko'chatlarning g'arsu ekilishidan ham xabar berib o'tdilar. خوشبختانه ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت تخار در سال جاری در حدود 200,000 اصلا نهال اصلاح شده مسمی را در بازار عرضه میکنه که خوشبختانه در برنامه خزانیش تقریبا در حدود 50,000 اصلا نهال اصلاح شده را از طریق مؤسسات محترم همکار در بخش زراعت به مرکز ولسوالی و به وضع ولایت امجوار صادر کرده که خودش میتونه یک از دستاوردهای بسیار عمده و اساسی ریاست زراعت ولایت تخار در قسمت ترویج و پرورش نیالهای مسمر بوده باشه. Zist muhit saqlash ishbilarmonlariga ko'ra, xalqimiz tomonidan har bir ko'chat ekish ishlarining o'zi shahar va mamlakatimiz va hamda xalqimizga toza nafas berishidir. Shunga bino har birimizning ushbu xayrli ishga hissa qo'shishimiz kerak.